Nima uchun bir qism kishilar kishilik munosabatga qo'mab qoladi? Buning tuvandagidek ikki xil sababi bor. Birinchidan, uning ota-onasi bilan bog'liqida bo'lgan munosabat tez yaxshi emas. Buni degan gap deganda, ota-onasi har xil usulda uningga kontrol qilish, uni ayiblash, tillash, urish degan usullar bilan buni bir xil beyaram qilib o'tganligi uchun u psixikasida tayindigan bir odam topolmaydi. Shuning bilan buningda bir ojizlik shakllandi. Bu cho'qim shu ojizlik, qo'rqash, ansirash degan narsalarni cho'qim bir usul orqali vaqtincha narkozlash kerak. Bu xil usul eng tez usul nima deganda, dal shu kishilik munosabat shu. Ikkinchidan, buning qalbida bir yara bor. Yani ballıqdan şekillengen ya o'sib ketishlardan şekillengen o'zini kamsitish, o'zini ayiblash ya o'zining qimmatini to'van ko'rash deydigan bir yara bo'ladi. U yaralar uning psixikasini tushkunlashtirayotganligi uchun u cho'qim bir usul orqali hayajonlanish kerak. Ya'ni kishilik munosabat orqali hayajonlantirish kerak. Bu usul albatta to'g'ri usul emas. Biz bu xil usul davomlashtirib ketaversak, bizning birinchidan umrimiz qisqaraydi. Ikkinchidan araylik munosabat yaxshi bo'lmaydi. Uchinchidan bizning kishilik munosabatimizga ig'ir daxl qiladi. Qanday qilish kerak? Tuvangidek 3 xil usul ishlasak bo'ladi. Birinchidan biz oldi bilan o'zimizning eng qilayotgan muvaffaqiyatli ishlarni ko'proq o'zimizga eskartib berish. Ya'ni bizning miyamiz avtomatik holatda izchil o'zimizni ayblaydigan, o'zimizni to'van ko'radigan bir holat bo'ladi. Biz uni his qilib, asta-asta mushuni o'ngshab chiqsak, bizningki muvaffaqiyatimizni ko'proq eslab bersak, bu chog'da biz to'g'ri usul bilan o'zimizni kamsitishni o'ngshay olamiz degan gap. Ikkinchidan, kishilarga ishonish. Ya'ni siz boshqalarga ishonishni o'rganishingiz kerak. Masalan, mayli ayol bo'lsin, mayli er bo'lsin, mayli atrofingizga do'stlar bo'lsin, siz boshqalarga ishonishni o'rganishingiz kerak. Sizning balliqdagi siz ishonmagan ota-onangiz balliqda qoldi. Endi siz hozir cho'qim bir odamga ishonishni o'rganishingiz kerak. U odam bilan bog'langan vaqtingizda sizning qalbingizda bir muhabbat paydo bo'ladi, bir illiqlik paydo bo'ladi. Bu sizningki qalbingizdagi quruqlikning o'rnini to'liqlaydi. Siz albatta kishilik munosabatga xumob ketmaysiz. Uchinchidan, yezib berish. Yani Germaniyalik danlıq yazgıcı Goethe bu intayin azaplanıp tushkunlashgan vaqtida bu bir roman yazgan. Yani Vid ismlik yoshning g'amlari degan bir kitobni yazgan. Bu kitobda bütün o'zining g'amlarini kitobda ifodalab o'tgan. Natijada bu kitobni yozib e'lon qilib o'tgandan keyin saqlab qolgan. Biz psixik jihatdagi beyaramchiliklarimizni yozish orqali daftarlarga yozib bergan vaqtimizda bizning nurg'un beyaramchiliklarimiz asta-asta ifodalandi. Natijada bizni unda qiynab ketmaydi. Biz tabiiy holatda u beyaramchiliklarni chekitalaymiz. Andimiz avtomatik holatda kishilik munosabatga berilib ketishimiz, balki turmuşda texnik ko'ngillik, texnik ahamiyatli ishlarni qila olamiz degan gap.